Assalomu alaykum. Meni oldimda mavjud gijalarni, ya'ni inson organizmida mavjud gijalarni 7 turini bir yo'la yo'qotadigan damlama turibdi. 7 xil gijaga davo ushbu damlama. Buning uchun mana bu damlama bir choy qoshiq, endi kishini yoshiga qarab, birinchidan eslataman, 7 yoshdan boshlab, 7 yoshdan yuqori bo'lgan kishilar davolanadi ushbu damlama bilan. 12 yoshgacha bo'lgan bolalar, 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar yarim choy qoshiqdan bir kunga damlab ichadi va 12 yoshdan yuqori bo'lgan kishilar yoshi bir choy qoshiqdan damlab ichadi. Kuniga 3 marta ovqatdan 1 soat oldin ichiladi. Kelgandan keyin biz yotoq bilan yana tushuntiramiz ushbu narsani. Har qanday gija bo'lsin, bu yo'qolib ketaveradi. Xudo xolasa 7 xil gijaga bu ushbu davo. Men ushbu damlamalarni 90-yildan beri gijasi bor kishilarga qo'llab kelyapman. 100% davolanib ketyapti. Salomat bo'linglar.